Assalomu alaykum Universal Obzor kanali hurmatli tomoshabinlar hamda YouTube kuzatuvchilari. 2026-yilda xonadon uchun burchatka kafel va sokollarga metallogranit terdirish narxlari necha pul bo'lyapti? Narxlarni yoritib beramiz. Videoni boshlashdan oldin bittadan like bosib tursalaring do'stlar. Xudo xolasa ushbu xonadonimizga ustakalarimiz burchatkalar terib beribdi hamda sokollarga mana shunday aylantirib chiroyli qilib xo'p g'ishli variantda metallogranitlardan yopishtirib beribdi va zinalarni ham chiroyli qilib beribdi. Kimga mana shunday sifatli ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Vodiy Toshkent bo'ylab aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa boshladik. Bo'lmasam ustaka, assalomu alaykum, hormatlar. Assalomu alaykum. Qachon tugatdilar aka bitta? Xudo xolasa ishimizni bugun tugatdik, ertalab. Hali yaxshi tozalanmagan do'stlar, chunki xonadonimizda hali remont ketyapti. Shuning uchun ozgina irsib yotibdi. Xo'p, aybga buyurmaysizlar. Ishni tugatishdi-yu, boshlab yubordik. Mana hamma mahsulotlari, ya'ni instrumentlar hali turibdi. Xo'p. Mana sizlarga ideyani zo'rini mana shu yerda berib o'tay. Mana qaranglar. Xonadonning hovli qismiga, ya'ni ochiq. Xonadonning tepa qismi ochiq. Xo'p. Asfalt qildirishibdi. Mana shu joyiga darvozaxonasining ichiga burchatka terdirishibdi. Ikki xil variantda bo'ladigan bo'lsa, qanaqa bo'ladi deganlar uchun juda ham ajoyib bo'lar ekan. Ya'ni bu tomonga yomg'ir, mana shunday kirib bo'lib ketsa ham bitta suv sepsa yuvilib ketadi. Bu tomonda bir oyda bir marta artib tursangiz o'zi yaltirab turadi. Endi bu tomonga kir tushmaydi, ham tepasi yopiq bo'ladi. Xo'p. Burchatkamiz necha kvadrat bo'ldi? 85 kvadrat. 85 kvadrat metr burchatkamiz. Sokolicha. Sokolimiz 90 metr bo'ldi. 90 metr aylanasi, hovlini aylanasi mana ko'rib turibsizlar, chiroyli qilib. Necha santimetr balandlikda terib beriladi? 52 santimetrda bo'ldi. 50 ham to'g'rilik, 50 santimetrda. Va zinalarni ham shunga moslab beribsizlar o'zlari. Shunday, bu tarafimiz ozgina baland bo'lgan. Baland bo'ladigan bo'lsa, sokolim qanaqa bo'ladi deganlar uchun mana shunaqa chiroyli bo'lar ekan. O'ta go'zal. Ham mana shu asfaltga tushibdi lekin. Agar misol uchun qachondir men shu xonadonimni burchatka qildirmoqchi bo'lsam, qanaqa bo'ladi deganlar uchun mana asfalt qildirsalar ham bo'lar ekan. Kamiga mana shunaqa qilib burchatka terdirsa ham bo'lar ekan, bir-biriga tushar ekan. Xo'p, narxini bo'lmasam sekin yoritib beraylik burchatkalarimizni. Keyin sokolimizga o'tamiz. Burchatkalarimizni xo'p, terdirib turganda xonadon egasidan nima talab qilinadi? Misol uchun keldilar ishga. Xo'p, nima olib berish kerak? Uydagilar sement bilan metpusok, kafelniklar, dastavkalari uydagilarida. Qolgan narsalar bizda metallogranitda xizmati, burchatka xizmati ichida. 145 ming so'm. 145 ming so'mdan burchatkasi, ustanovkasi va xizmatlarining ichida bo'ladi. Shunday. Gap. Bu qanaqa holda edi kelganlaringda mana shu hozir darvozaxonamiz? Baland, past, bitta taraf baland, bitta taraf past edi. Biz Qum holatdami? Qum holatda. Qum holatda edi. Bu tomoniga asfalt qildirishdi. Xo'p. 145 ming so'm hamma mahsulot ichida uzoq bo'ladigan bo'lsa yotoqja ham beriladi, xudo xolasa. Qatnagani neudobniy bo'lsa, ish ham baraka qiladi. Gap yo'q. To'g'ri aytasiz. Xo'p, shu orada eslatib o'tamiz do'stlar, manzillarimiz. Ya'ni mana shu joyimiz, hozirgi turgan joyimiz Farg'ona viloyati, xo'p, Marg'ilon shahri Toshloq. O'sha yerga kiradi. Ustakalarimiz manzili Farg'onani Bog'dotidan bo'ladi do'stlar. Mana shu joyimizga mana shunday chiroyli sifatli ishlar qilib beribdi. Xo'p, bularimiz 145 mingdan bo'lsa, necha xil variantlarda bor hozir kafellarimiz, burchatkalarimiz, ya'ni burchatkalarimiz 15 xil abrazlarimiz bor. 15 xil, 20 xil chiqadi. 4 burchak desa 4 burchak, boshqacharoq varianti desa boshqacharoq. Shunday. Hozir bu qanaqa high-tech terilganmi yoki? Bu high-tech terilgan. High-tech terilgan. Kubikchalari ham ichida bo'ladimi o'sha 145 ming? 145 ming shu kubikchalar ichida hamma yoq. Hozir bu yerga mashina kiradigan bo'lsa, necha tonnagacha ko'taradi? 8 tonnagacha ko'taradi. 8 tonnagacha garantiyalari bor, xudo xolasa. Xo'p. Bu petnoli variantda. Bu petnoli variant. Petnoli, gap yo'q. Xo'p, sokollarimizni 52 santimetr balandlikda terib bergansizlar. Bularimizni narxi qanaqa chiqyapti? Keyin bularimizni necha xil turlari bor? Bularning ham abrazlari juda ko'p. Bunimizni 1 metrini bo'yi 50 bo'ladigan bo'lsa 340 ming so'mga qilib berganmiz. Xizmati materiali ichida. Dastavkalar ham bizda. Uydagilari faqat sement bilan metpusok, kafelniklar olib berishadi, bo'ldi. Agar balandroq bo'ladigan bo'lsa, narximiz ozgina qo'shilib qoladi. Qancha bo'ladi? Misol uchun bo'yi 60 bo'ladigan bo'lsa, 380 ming xizmat materiali ichida qilib beramiz.
Boshqacha variantlari ham bormi? Bor, bundan boshqacha abrazivlarimiz ham bor. Ya. Uyda egalari tanlashiga qarab hammasini chiqarib Iloji beramiz. boricha arzonroq qilib berishga harakat qilamiz. Albatta. Gap yo'q. Xo'p, mana bu zinaga bitta baho berasizlar. Zinamiz ham o'ta ajoyib chiqqan. Xo'p, zinamiz ma'lumotini beraylik bo'lmasam, zinamizni qanaqa qilib beriladi? Nech puldan qilib beriladi? Hop, zinamizni 1 metri 230 ming so'm qilib beramiz. Xizmati, materiali 1 ichida. metr deganda qanday? Pog'onasimi? Misol uchun 1 metr bo'ladigan bo'lsa, mana shu holati hamma narsasi bizdan 230 ming ichiga kirib ketadi. Xizmati, materiali ichida bizdan. Mhm. Uydagilar bunga ham xuddi shunday. Sement, kafinnikilar olib berishadi xolos. Dupoligacha hamma yo'q o'zimizdan. Hamma o'zlaring. Tepasini kvadrati. Tevalarni kvadratga olamiz. 230 mi bu? 230 ming ichida. 230 ming so'm ichida. Lekin mana baland bo'ladigan bo'lsa, mana shu g'ishli variantda qalamqosh deyiladi bu. Ana shunday. Agar baland bo'ladigan bo'lsa ham tasavvur qiling, mana shu nechi balandlikda hozir? 80 bor-a? 80 bor. 80 santimetr balandlikda bo'ladigan bo'lsa, g'ishli variantda uyimda qanaqa turadi desalaring, mana shunaqa o'ta ajoyib turadi. Agar uylaringda so'killari mana shunaqa kalta, pakana bo'ladigan bo'lsa, bu ham o'ta ajoyib turar ekan. Juda ham chiroyli bo'libdi. Mana joyda mana shunday qilib ko'rsatadigan bo'lsak, zinalarimiz ham juda ham chiroyli chiqibdi. Buni ham metri 250 ming, tepasini kvadrati 250, 230 ming, uzr, adashib ketdim. Xonadonga bitta baho berasizlar do'stlar. Niyat qilganlarga mana shunday xonadonlar nasib qilsin. Juda ham ajoyib chiqibdi. Travetini bilan so'kilib bir-biriga juda ham mos kelibdi. Ham mana bu xo'p, oynalariga, mana bu joylariga qaranglar. Qo'l ishlaydigan joylar qilib qo'yibdi yoshi katta insonlar uchun. Juda ham ajoyib. Niyat qilganlarga albatta nasib qilsin va ustakalarimiz bu yoqda mana xo'p, podval qismiga ham mana shuni davom etkazib beribdi, ya'ni uzmabdi. Juda ham chiroyli chiqibdi, ko'rib turibsizlarmi? Ajoyib. Xo'p, narxini hammasini aytdik. Zinalarimizni, so'kilimizni va burchatkamizni. Xo'p, hozircha qayerlarda xizmat qilyapsizlar? Vodiyning ichidami yoki Toshkentlarga ham chiqyapsizlarmi? Vodiy ichida hozircha Toshkentga aloqaga chiqsa, xudo xolasa narxi kelishilgan holatda u taraflarga. Vohalargacha. Vohalarga ham shu kelishilgan holatda chiqiladi. Narxi kelishib qolinadigan bo'lsa, telefon qilishsa, agar dogovor bo'lib qolsa, borilaveradi. Borilaveradi. Xo'p, bo'lmasa menimcha qo'ldan kelgancha ma'lumotlar hammasini berdik. Mana shu ustakamizning nomerini ekran tagida qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Narxlari hamyonbop, o'zlaring eshitdilaring, juda ham haligi nima deydi, arzon narxlarda mana shunday sifatli ishlarni qilib beryapti. So'killarni ham juda ham ajoyib qilib terib beribdi do'stlar. Uyda egasi ham mamnun. Ko'rib turibsizlarmi? Travetinlariga juda ham moslab berishibdi o'zlari. Agar Telegramdan sizlarga aloqaga chiqadigan bo'lsa, kataloglarni tashlab beraverasizlar. Uylariga o'zlari moslab mana undan deyishaveradi, gap yo'q. Laykni bosamiz, tanishlarga, gruppalarga tarqatib qo'ysak, do'stlar, kimgadir manfaatli bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.